Everyone, welcome back to my YouTube channel. Bugungi videomizda avtomobil ixlosmandlari orasida katta qiziqish uyg'otayotgan 2026 yilgi BMW M2 haqida batafsil gaplashamiz. Bu avtomobil ixcham o'lcham, agressiv dizaynning yuqori unumdorlik va haqiqiy sport xarakterini birlashtirgan zamonaviy sport kupelardan biridir. 2026 BMW M2 tashqi ko'rinishidan boshlab o'zining kuchli xarakterini namoyish etadi. Keng kuzov, katta havo kirish joylari, agressiv old bumper, M uslubidagi detallar va sportcha orqa qism avtomobilga juda dinamik ko'rinish beradi. BMWning mashhur buyraksimon panjarasi va zamonaviy LED faralari esa M2 dizaynini yanada jozibador qiladi. Unga qismdagi 4 ta egzoz g'uri avtomobilning sport ruhini yaqqol ko'rsatib turadi. Salon ichida esa haydovchiga yo'naltirilgan zamonaviy muhit yaratilgan. Sport o'rindiqlar, logotiplari, yuqori sifatli materiallar va raqamli displeylar avtomobilning premium xarakterini ta'kidlaydi. BMWning zamonaviy multimedia va eDrive tizimi orqali navigatsiya, musiqa, aloqa va boshqa funksiyalarni boshqarish mumkin. Apple CarPlay va Android Auto kabi smartfon integratsiyasi ham kundalik foydalanishda qulaylik yaratadi. 2026 BMW M2ning eng katta afzalliklaridan biri, albatta, uning kuchli dvigatelidir. Avtomobil 3 litrli 2 turbinali gatorli 6 silindrli benzin dvigateli bilan jihozlangan. Ushbu motor juda katta quvvat va yuqori moment ishlab chiqarib, M2 ga kuchli tezlanish imkonini beradi. Quvvat orqa g'ildiraklarga uzatiladi va bu avtomobilni haqiqiy haydovchilik zavqini beradigan sport mashinasiga aylantiradi. Uzatmalar qutisi bo'yicha BMW M2 xaridorlarga mexanik uzatma yoki avtomatik transmissiya variantlarini taklif qilishi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, mexanik uzatma haydovchiga avtomobilni to'liq nazorat qilish va sport haydash jarayonidan yanada ko'proq zavq olish imkonini beradi. Matic versiya esa tezkor uzatmalar va kundalik foydalanishda yuqori qulaylikni ta'minlaydi. Ikkining boshqaruv tizimi ham juda muhim. Qattiqroq sport osmasi, kuchli tormozlar, nik rul boshqaruvi va elektron boshqariladigan differensial avtomobilni burilishlarda barqaror ushlab turishga yordam beradi. Orqa g'ildirakdan tortish tizimi esa tajribali haydovchilarga avtomobilning sport xarakterini yanada chuqurroq his qilish imkonini beradi. Xavfsizlik va texnologiyalar borasida ham 2026 BMW M2 zamonaviy imkoniyatlarga ega. Haydovchiga yordam beruvchi tizimlar, to'qnashuv haqida ogohlantirish, tark qilish texnologiyalari va turli elektron xavfsizlik funksiyalari kundalik haydashni yanada ishonchli qiladi. M2ning asosiy maqsadi maksimal haydash zavqini taqdim etish. Yoqilg'i sarfi jihatidan BMW M2 iqtisodiy avtomobil hisoblanmaydi, chunki uning asosiy e'tibori yuqori unumdorlik va tezlikka qaratilgan. Shunga qaramay, zamonaviy turbo dvigatel va samarali transmissiya kundalik foydalanishda nisbatan maqbul samaradorlikni ta'minlashga yordam beradi. 2026 BMW M2 kimlar uchun mos? Agar siz ixcham, kuchli, premium va haydash zavqini beradigan sport avtomobilini izlayotgan bo'lsangiz, M2 juda qiziqarli tanlov bo'lishi mumkin. U oddiy kundalik avtomobil sifatida ham foydalanilishi mumkin. Shu bilan birga dam olish kunlari sport haydash uchun ham ajoyib imkoniyat taqdim etadi. Xulosa qilib aytganda, 2026 BMW M2 zamonaviy texnologiyalar, premium salon, kuchli 6 silindrli dvigatel, agressiv dizayn va haydovchilik zavqini birlashtirgan sport kupedir. Bu avtomobil BMW M oilasining kichikroq o'lchamdagi, ammo juda katta xarakterga ega vakili bo'lib qolmoqda. Agar siz haqiqiy sport avtomobil hissiyotini xohlasang, 2026 BMW M2 albatta e'tiborga loyiq modeldir. Don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon for daily updates.